Mars haqida 10 ta fakt. Ana boshladik. Marsda quyosh botishi ko'k rangda bo'ladi. Yerda sariq va qizil bo'lsa, Mars atmosferada ingichka bo'lgani uchun quyosh botishi paytida osmon ko'k rangga bo'ladi. Marsning ikkita oyi bor. Ularning nomi Phobos va Deimos. Ikkalasi ham juda kichik va notekis shaklda ega. Marsda eng katta vulqon mavjud. Olympus Mons nomli vulqon Everestdan 3 barobar baland va diametri deyarli butun Fransiyani qoplaydi. Marsda eng chuqur kanyon ham bor. Valles Marineris uzunligi 4000 km. Bu deyarli AQShning kengligidek. Marsda kun uzunligi Yerga o'xshaydi. Bitta Mars kuni soat 24 soat 39 daqiqa davom etadi. Mars atmosferasi juda yupqa. Asosan karbonat angidrid 95% dan iborat. Shuning uchun u yerda nafas olishning iloji yo'q. Marsda chang bo'roni butun sayyorani qoplaydi. Ular oylar davom etishi va butun sayyora yuzasini qizg'ish tuman bilan yoqib qo'yishi mumkin. Marsda suyuq suv deyarli yo'q, lekin muz bor. Qutblarda va hattoki tuproq ostida muz qatlamlari mavjud. Marsning tortish kuchi Yerning 38%. Bu degani siz Marsda ancha yengil bo'lasiz va balandroq sakrashingiz ham mumkin. Marsda kompas ishlamaydi, chunki unda Yer kabi kuchli global magnit maydoni yo'q, faqat ayrim hududlarda lokal magnetlanish bor.